Ertalab birga ketsak bo'ladimi? U men bilan ketadi. Bo'la qolsang-chi. Yugura qol. Bo'la qol, seni kutyapmiz. Bo'l. Nimaga har doim yugurib yurasan? Bo'la qol. Kech qolyapmiz. Bilasanmi nima? Ular oxirgi daqiqalarda yetib kelishadi. Bu uning odati. Ularga kechikish haqida aytib o'tirish kerak emas. Ular xafa bo'lib qoladi. Men bilan ketasanmi? Ey, oyim meni o'ldiradi. Maktabdan qochish lekin zo'r fikr. Maktabdan qochish deysanmi, zo'r eshitildi. Bizni shu bilan maktabga kelsang bo'ladi. U doim erta keladi. U buni odat qilib olgan. Avval bunchalik kelishgan yigitlarni hech ko'rmaganman. Nima? Ularning nimasi kelishgan? Men ulardan kelishganroqman. Basketbol klubi. Nima? Ularni oldiga borishni istaysanmi? Bo'lmasamchi? Voy, ularning mushaklariga bir qaranglar. Juda ham chiroyli-da. Voy. Nima? Menda ham mushaklar bor. Kimxonani baholari har doimgidek a'lo. Tabriklayman. Qo'ysingchi, seniki menikidan yaxshiroq-ku. Negadir baribir yaxshi baho ola olmadim. Bu juda ham qiyin bo'lsa kerak. Men halgi qani. Balki birga tushlik qilarmiz bugun. Bugun tushlik qilamizmi unda? Unchalik och emasman bugun. Eshitishimcha sen doim kechikarkansan. Xo'sh, nima qilibdi? Balki doim birga kelarmiz. U men bilan keladi. Yaxshi, unday bo'lsa, hammangiz birga maktabga kelinglar. Birga kelsangiz zo'r bo'ladi, to'g'rimi? Bilmasam. 3 kishi juda ham g'alati-ku. Umuman olganda, shundoq ham maktabga piyoda kelmaysan. Ota-onang tashlab ketadi-ku seni. Yura qol o'qishga. Men ham sizlar bilan boray. Yaxshi. Ertalab men senga qo'ng'iroq qilaman.
O'zimni doim ikki xil olamda yashayotgandek his qilaman. Nima qilishim kerak? Bunday holatlarda boshqalarga qo'shilganing ma'qul. Maktabdan keyin Boran bilan birgalikda o'qishga bordingizmi? O'zing sinfingga bormaysanmi? Yo'q. Boshqalar kelguncha shu yerda kutib turaman. Nega hammaga shu sinf yoqadi, shuni bilmoqchiman. Axir bu yerga doim kelasan-ku. Balki bizni sinfga o'tarsan. Bilmasam. Nima qilyapsan? Kechir. Nega o'chirib tashlading? Shunchaki. Nega suratga olding? Shunchaki. Surating chiroyli chiqdi. Bugun juda erta kelibsizlar. Odatda men doim birinchi kelardim. Men ketdim. Yaxshi bor. Erta turganim uchun o'zimni juda charchagandek his qilyapman. Uni ahvoliga bir qarang. Kelgandan beri faqat uxlagan. Do'xana. Bo'ldi, uyg'on. Hali dars boshlanmadi-ku, nega uyg'otasan? Men seni kechasi bilan uxlamagan deb o'ylabman. Xo'sh, birga boramizmi? Qayoqqa borishim kerak? O'yinga-da. Aytdim-ku, unaqa o'yinlarni yaxshi o'ynay olmayman deb. Bu o'yinni aytmayapman. Basketbol guruhini qo'llab-quvvatlash. Xana, bugun dars qila olmadim. Ustozga meni kasal deb qo'ya olasanmi? Nega endi? Axir kasal emassan-ku. Shunchaki shunday deb qo'ya qol. Men ham bora olmasam kerak. Dadam meni chaqirgan. Oilaviy ovqatlanamiz. Voy, unda kimdan aytib yuborsam ekan. Bunday qilishing yaxshi emas. Tuzuksan-ku, o'zing borsang bo'lardi. Negadir ularga qo'shila olmayman. Yolg'on gapirayotganini bilaman. Lekin rostdan ham muhim ishim bor-da. Axir meni baholarim shundoq ham yaxshi-ku. Yaxshi, va'da bermayman-u, ammo aytib qo'yishga harakat qilaman. Rostdan ham muhim ishim bor edi. Ularga hech qo'shila olmayapman. Xo'sh, rozimisan? Nega endi bormaysan? Shunchaki borgim kelmayapti. Bora qolsang-chi, borgim kelmayapti. Axir menga va'da bergansan-ku. Nega doim basketbolni o'zim o'ynashim kerak? Qachon va'da berganman? Voy, endi tan olmayapsanmi? Guruh bilan o'ynashni yomon ko'raman. Nima deding? Guruh bilan o'ynashni yomon ko'raman deyapman. Ular uchun doim sen mas'ulga aylanasan, hamma ishni senga ishonib topshirishadi. Bu guruh bo'lib ishlash axir, ularni boshqarishing kerak sen. Juda ham yaxshi boshqaruvchi chiqadi sendan axir. Buncha narsani qayerdan bilasan o'zi?
Shunchaki istamayman. Yaxshi bo'lmasam guruhdagilarga ishonar ekanman-da. Do'xona boram keladi, ular bizni qo'llab-quvvatlar ekan. Men va Kimxona o'qish bilan band bo'ladi. Qo'llab-quvvatlagani kim keladi deb aytding? Nimani aytyapsan? Bizni qo'llab-quvvatlagani kimlar kelar ekan? Aytdim-ku, meni do'stlarim, seni do'stlaring hammasi kelishadi. Do'xonayam kelar ekanmi? Nima? Hech nima. Bu aldamchi dunyoda sen bilan hamma narsa oson. Kutmasdan ketavermadingmi? Juda ham kechikib ketdim-ku. Kutishing shart emasdi meni. Shunchaki. Ketdikmi? Yaxshi. Do'xona yana kech qoldingmi? Meni kechiring. Nima? Sen ham kech qolasanmi? Tez ichkariga kiringlar. Bizni ro'yxatga yozib qo'ydi. Ha, bilaman, kechir. Meni boshqa kutishing shart emas, xo'pmi? Bu katta muammo bo'lmaydi. Xo'sh, unda yana kechikishni istaysanmi men uchun? Yo'q. Kel, bugundan shunchaki kechikmaymiz. Yaxshi. Aytgancha, sen basketbol jamoasiga qo'shildingmi? Nima? O'yinchilar jamoasiga. Ha, menejer bo'lib qo'shilgandim. Nima edi? Men ham qo'shilsammikin? Men ham qo'shilmoqchi edim. Lekin sen qo'shilishni istamaganding deb eshitgandim. Nega fikringdan qaytib qolding? Sen qayerda bo'lsang, men ham shu yerda bo'lishni istayman. Shunchaki. 저기 쓰는 대체 누가 가버릴 생각 I don't know what to do 어디서 시작해 청춘이라 어쩌고 그다음 말은